Yog'larni parchalashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan o't pufagi Vesica biliaris ayrim adabiyotlarda Vesica felle deb ataladi. Bugun shu mavzuni ko'rib chiqamiz. Hop, o't pufagi taxminan uzunligi 10 santimetr bo'lgan, 15 millilitr hajmga ega bo'lgan, ichida o't suyuqligini saqlovchi tuzilma hisoblanadi. U doimo o'z suyuqligini hazm yo'liga 12 barmoq ichakka chiqarib turish orqali hazm qilishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan yog'larni parchalab turadi. Hop, o't yo'llari o'zida ikki xil o't suyuqligini saqlaydi. Intragepatik o't yo'llari hamda ekstragepatik o't yo'llaridan iborat bo'ladi. Ya'ni jigar ichidagi hamda jigar tashqarisidagi. Hop, o't pufagi 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Fundus qismi tubi, tanasi korpusi hamda infundibulum voronkasimon va chiqish qismida bo'yin qismi joylashadi va bu kollum deb ataladi. Endi sintapik jihatdan qaraydigan bo'lsak, o't pufagini oldida jigarning ichki yuzasi joylashgan. Hozir bu yerda jigar joylashgan deb tasavvur qilsak, uni oldingi tarafini to'sib turibdi. Hamda uning oldingi qismi qorin devorida erkin turadi. Orqa tarafida esa o'ng chambar ichakning buraygan sohasi, ya'ni burilma hosil qilgan sohasi hamda ko'ndalang ichak joylashgan bo'ladi. Endi o't yo'llariga keladigan bo'lsak, jigardan ikkita o't yo'li ductus hepaticus dexter, ductus hepaticus sinister keladi. Jigardan o't suyuqligini olib, ductus hepaticus communisni hosil qiladi. U pastga yo'naladida, ikkalasi qo'shilgandan keyin o't yo'lidan chiquvchi ductus cysticus bilan qo'shiladida, yangi boshqa yo'l ductus halidocusni hosil qiladi. Demak, ketma-ketlik bo'yicha ductus hepaticus dexter, ductus hepaticus sinister qo'shilyapti-da, ductus hepaticus communisni hosil qilyapti. U keyin ductus cysticus bilan qo'shilib, birgalikda ductus halidocusni hosil qilyapti. O'rtacha ductus halidocusning uzunligi 6-8 santimetrdan iborat bo'lib, u ham o'z navbatida 4 ta qismdan iborat bo'ladi. Xo'p, birinchi qismi duodenumning yuqorisida joylashgan bo'lib, nomiga muvofiq pars supraduodenalis deb ataladi. U keyin duodenumni orqasidan o'tganligi uchun pars retroduodenalis deb ataladi ikkinchi qismi. Va u pastga tushgandan esa oshqozon osti bezining orqasida joylashib, pars pankreatika deb ataladi. Va oxirgi qismi esa quyiluvchi sohasi bo'lganligi uchun 12 barmoqli ichakka pars intramuralis deb ataladi. Bu muhim bo'lgan fakt uning qaysi qismdan yo'nalganligini aytib beryapti. Duodenumni orqasidan, oshqozon osti bezining orqasidan o'tib, pars intramuralis sohasi esa 12 barmoqli ichakka quyilyapti. Xo'p, endi yo'llar haqida chuqurroq gaplashamiz. Birinchisi, ductus halidocus pastga yo'nalgandan keyin u papilla duodeni mayorga kelib quyiladi, ochiladi. Hamda ductus pancreaticus bilan ductus halidocus qo'shilgan sohasi ikkalasi birgalikda ampulla qismini hosil qiladi va bu lotinchasida ampulla hepatopankreatika deb ataladi. Hamda bu sohada mushak qismi joylashgan bo'lib, u qisqarish orqali 12 barmoqli ichakka o't suyuqligi hamda oshqozon osti bezi fermentlarini ishlab chiqarishda ishtirok etadi va bu musculus sphincter ampulla hepatopankreaticus deb ataladi. Rasmda berilgan. Uning sal yuqorirog'ida ductus halidocus umumiy o't yo'lida joylashgan mushaklar esa musculus sphincter ductus halidohi deb ataladi.